Cadillac Escalade'ning eng noyob, topilishi qiyin bo'lgan va do'p opsiya bo'lganligi uchun alohida to'lov ham qilinadigan ranglardan biri Radiant Red Tint Coat bo'ladi. Bu san'at asarini narxidan boshlaymiz, chunki bizda narxini aytish mutlaqo tekin. Hamma xizmati bilan O'zbekistonga yetib borguncha bojxona to'lovisiz bor yo'g'i 134 ming AQSh dollari bo'ladi va har doimgidek juda ham uzun bo'lgan multimedia paneli AKG premium akustikasi bilan nafas olish, ventilyatsiyalarni ishlatish hamda terlashni oldini olish uchun Cadillac Escalade'ning yuqori sifatli premium ko'chalar ishlatilgan bo'ladi. Cadillac Escalade uchun yangi davrni boshlagan va shedevr bo'lib ulgurgan R24 diskalarda. Kutilmagan burilish O'zbekistonda shov-shuv ko'targan Chevrolet Tahoe High Country 602 litrligi eng maksimal komplektatsiyasi ana endi Dubayda. Agar sizga ham Dubaydagi narxi va ma'lumoti qiziq bo'lsa, izohda belgilab keting. Agar haqiqatan ushbu shedevrni olishni niyat qilgan bo'lsangiz, faqatgina eng yaqin tanishingizga bu videoni jo'nating. Chunki faqat ular sizni orzuyingizga ko'makdosh bo'lishi mumkin.